Күндү şu vaqt tamaq etiverip nima etishni bilmay beshanlar qetib ketib baramda do'stlar. Unda bosmanında qo'rim cho'p qo'rib yeb yiqinglar. Ta'mning payzligini yemay turib bilmaysizlar. Tayyorlash usulim shunchalik oddiy, birlik o'zinglar o'rganib olalaysizlar. Qani sizlar o'rganib olinglar, hammamiz birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Oldi bilan cho'pni pishirib olamiz. Xamirni ko'rsatilgandek besib olgandan keyin tatib turib qaynagan qozonga silib, pishgandan keyin suzib olamiz. Undan keyin sovuq suvdan bir ikki qatim pakiz chayqab o'tkazib olgandan keyin suyini saqitib etib, qo'rg'anda rangidan chiroyli chiqish uchun cho'pga ozroq lovcho berib aralashtirib qo'yamiz. Har kuni shunday qulay ham yeyishli tomoqlarni yetishni kutib, bosh surtim chekib ayshilishni unutmanglar. Arqadan qozonga muvofiq moy qo'yib qizigandan keyin go'shtni silib, tamlik pishish uchun ozroq tuz, kava uchun talqin berib qizarg'ich qo'rib olamiz. Arqadan samsaq, zanjabil, so'ng piyozlarni birla vaqt solamiz. Bundan boshqa lovcho, shoncho berib, mizlik purg'ich qo'rib olgandan keyin so'minimizning rangining, ta'mining tixim yaxshi chiqish uchun cho'ng ustamdan gamiya so'min tetqisdan yerim bo'laq silib etamiz. Undan boshqa qizilmich qiyamdimi bir qo'shiq silib, bularni qo'rib qizil moy chiqqandan keyin doyani solamiz. Doyani bir shika aralashtirib, muvofiq miqdorda suv qo'yib 5 minut atrofida doya pishqich qaynatamiz. Eng oxirida palak, samsaq tayyorlab olgan cho'pni birla vaqt silib, bir shiktimim ochiq suv berib atgandan keyin 1-2 minut atrofida qo'riblam olsak tayyor bo'ldi. Va rangining chiroyliligini demayli qo'yay, ta'mi ajoyib payzi bo'pti. Sizlar oilada cho'qim bir sinab yiqinglar do'stlar. Oxirida yurak berib saqlab olib, inkasraniq jiq kunlaringlarni vatib qo'yishni unutmanglar. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.